Issiq deyarli yog'ingarchiliksiz 26 may uchun ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Uzoq dam olish kunlaridan oldingi so'nggi ish kuni qulay ob-havo bilan sizni xursand qiladi. 26 may kuni O'zbekiston bo'yicha ob-havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkentda havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 darajada iliq, kunduzi 26-28 darajada iliq bo'ladi. Hududlar bo'yicha ob-havo quyidagicha bo'lishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston va Xorazmda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlari kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 darajada iliq, kunduzi 28-33 darajada iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiyda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 darajada iliq, kunduzi 28-33 darajada iliq bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 darajada iliq, kunduzi 25-30 darajada iliq bo'ladi. Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 darajada iliq, kunduzi 25-30 darajada iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 darajada iliq, kunduzi 25-35 darajada iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'onada havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 darajada iliq, kunduzi 25-30 darajada iliq bo'ladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, momaqaldiroq paytida 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Hurmatli tomoshabin, kunning shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.